Aktrisalik faoliyatini 15 yoshida xonanda Yulduz Usmonovaning Mendan meni so'rama klipidan boshlagan Ziyoda Ro'ziqulova yangi bergan intervyusida aktrisalikning ilk yillari hamda bugungi kunda nimalar bilan bandligi haqida so'zlab berdi. 15 yoshimda ilk aktrisalik faoliyatim boshlangan. 1999-yildan to 2004-yilgacha Xoreografiya akademiyasida o'qiganman. Birinchi va asosiy kasbim raqqosalik bo'lgan. Lekin talabalik vaqtlarimizda ko'p san'atkorlar o'qishimizga kelib, bizlarni konsertlariga, kliplariga taklif qilishardi. Shunday qilib kliplardagi ishtirokim Yulduz Usmonovaning Mendan meni so'rama qo'shig'idan boshlangan. U vaqtda 15 yoshda edim. Klip chiqqanidan so'ng kino rejissyorlardan filmlar uchun takliflar kela boshlagan. Oradan 2 yil o'tib, 2005-yilda rejissyor Burxon Sharofov Jonim seni yoxud egizaklar filmini suratga olish uchun kasting e'lon qilgan. Dugonalarim bilan birga men ham borganman. Kastingdan o'tgach, filmda suratga tushganman. Shu tariqa Niqob filmida ham suratga tushib, kino olamiga kirib keldim va aktrisalik faoliyatim boshlanib ketdi. Ziyoda Ro'ziqulova turmushga chiqquniga qadar bir necha raqs ansambllari tarkibida bo'lib, turli tadbirlarda raqqosalik qilganini aytdi. Sabo, Toshkent zebolari kabi raqs ansambllarida ham bir muddat faoliyat yuritganman. Turmushga chiqqunimga qadar davlat tadbirlari, konsertlarga chiqib turardim. Oilali bo'lgach, raqs bilan shug'ullanmay qo'yganman. Aktrisaning shaxsiy hayoti va karyerasi haqida. Aktrisa bir muddat oila va farzand tarbiyasi sabab ekranlarda ko'rinmay qolgandi. Hozirda u 4 nafar, 3 qiz va 1 o'g'ilning onasi hisoblanadi. Katta farzandi 20 yosh, kichigi 5 yoshga to'lgan Ziyoda Ro'ziqulova kinoga qaytib, bugungi kunda telekanallarda namoyish etiladigan seriallarda turli xarakterga ega rollarni ijro etib kelmoqda. Oldinlari 30 yoshga to'lding, o'tin bo'lding deyishardi. Ayol kishi sifatida aytishim mumkinki, hech ham unday emas ekan. Ayol kishi 40 yoshdan keyin ham karyerasini to'xtatgan joydan davom ettirishi mumkin ekan. Hayotning har bir davri ajoyib ekan. Kelin, rafiqa, ona sifatida tajriba orttirganim uchun bugungi kunda seriallarda ichida dardi bor ayollar rolini qalban his qilib ijro etyapman, deydi Ziyoda Ro'ziqulova.